$415lik xolodilnikni qanaqa qobiliyatlari bor? Keling, shuni ko'rib chiqamiz va 1 dan 10 gacha sizlar bunga baho berasizlar. Enerli 5, bo'yi 180, xolodilnik qismi 182 litr, morozinnik qismi 55 litr. Bu Yevropa standarti asosida Lareto kompaniyasi ishlab chiqaradigan bu xolodilnikni ekonomikasi A3+ bo'ladi. Mahsulotning ichiga keladigan bo'lsak, 4 ta polkasi bor, lyodnitsasi bor, butilkalar qo'yish uchun mo'ljallangan ozgina reshotkasi bor. Eshigida 3 ta polkasi bor. Morozinnik qismiga keladigan bo'lsak, morozinnik qismida ham 3 ta o'zini polkasi mavjud. Va bu no frost xolodilnik hisoblanadi. No frost qor yig'maydi, havo orqali muzlatib bera oladi, xuddi konditsionerga o'xshaydi. Agar siz xolodilnigingizni almashtirmoqchi bo'lsangiz, narxi ham, sifati ham zo'r variant sizga. Endi sizga savol, bu 3 yil kafolatli $415lik mahsulotni 1 dan 10 gacha baholaganda siz qaysi bahoni qo'ygan bo'lardingiz? Обязательно kommentariyada yozib qoldirib keting. Agar xolodilnigingizni yangilamoqchi bo'lsangiz, bitta niyat qilib, bitta like bosib yuborasiz. Bitta baho qo'yasizlar. Lekin agar meni tavsiyam oladigan bo'lsanglar, mahsulot sifatli, garantiyali. Lareto o'zi sifatiga alohida urg'u beradi. Agar kimdir xolodilnik olmoqchi bo'lsa, jo'natib qo'yaverasizlar. Sog' bo'linglar.